Assalomu alaykum oltin darvozani kuzatuvchilar, navbatdagi darvozamiz Qirg'iziston O'sh ko'rinadi. Xudo xolasa bu mahallamizga yaqin 1 2 3 4 5 ta darvozamiz o'rnadi. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, oltin darvozaga aloqaga chiqaramiz. Ishlarimizni sifatini yaqindan ko'rsatamiz. Mehjolar, Xudo xolasa kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa holatda yasab beramiz. Bu darvozamiz shunisi bilan ajralib turadi. Maşallah. Oldu arka bir xil. Maşallah. Hoppa. Öldü toxta. Hoppa öyle. Bu yog'ini ko'ramiz, qalinlikka e'tibor beramiz. Maşallah. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, oltin darvozaga aloqaga chiqarsizlar.